Dünyadagi eng baxtli ayol doktor Oiz Qarni. Allohning ne'matlarini qabul qiling ham uningdan to'liq foydalaning. Allohning iltifotlaridan to'liq manfaatlaning. Tashakkur ayting. Itoat qiling. Sizning ichadigan suyingiz to'liq. Tahorat oladigan suyingiz pokiz. Siz quyoshning illiqligidan, oyning go'zalligidan faxrlanyapsiz. Shoxdan meva uzib yeyalaysiz. O'stangdan suv ilib ichalaysiz. Dengiz okeanlarga qarang. Etiz dalalarni kezing. Allohga hammaga qodir apuchan ulug' Xudoga shukr qiling. Alloh sizga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlardan foydalaning. Zinhor tuzkorlik qilmang. Ular Allohning ne'matlarini bilib turib inkor qiladi. Ularning to'lisi tuzkorlardir. Gulning tikiniga qarashdan burun uning go'zalligidan huzurlaning. Quyoshning haroratidan nafratlanishdan burun uning nuridan bahrlaning. Kecha zulmatidan yirginishdan avval uning jimjitligini xiyol qiling. Nima uchun masalalarga umidsiz salbiy usul bilan muomala qilasiz? Nima uchun tuzkorlik tufayli bu ne'matlarni almashtirib etasiz? Ajiba sen bu kishilarni ko'rmadingmi? Ular Allohga tuzkorlik qildi va o'z qavmini halok qildi. Bu inomlardan foydalaning. Ularni rozimanlik bilan qabul qiling. Va bular uchun hammaga qodir shafqatlik Allohga hamd sano ayting. Yomondan yaxshiga aylanish uzoq muddatlik, lekin ajoyib mo'jiza. Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Rizq tavba istig'for bilan billa. Men 30 necha yosh vaqtimda erim olamdan o'tdi. Bizning 5 bolamiz bor edi. Dunyo menga birdilla qorong'u bilindi. Uda yig'ladim. Hatto ansizlikdan yig'laverib ko'zimdan ayrildim. Öz taqdirimdan ağrınıp ümidsizlik patqığı patdım. Balalar kichik. Ailemizning kirimi yo'q deyarlik edi. Men erim qaldırgan pulni avaylab sarf qildim. Bir kuni uyda radioni açıp Qur'on anglitishga to'g'rilab bir olimning mundaq davatqanligini angladim. Allohning elchisi mundaq deydi. Kim Allohdan davomli mag'firat tilayotgan, Alloh uni mutsizlik va xafalikdan qutqizib chiqadi. Shundan keyin men uzildirmay mag'firat tiladim. Balalarimdanmı shundoq qilishni talab qildim. 6 oydan keyingi bir kuni bir o'yimlik sotgiri uyimiz kelib, necha million so'mga ailemizning bir qism uylarini setib oldi. Keyin bir o'g'lim bu yerdagi Qur'onni to'liq yodlagan tunji o'quvchi bo'lib, ishlarning diqqat markaziga aylandi. Shundan boshlab oilamiz baxtga cho'mdi. Yaxshi turmush saviyasiga ega bo'ldik. Alloh qiz o'g'illarimni sog'lom cho'ng qilib, g'am andisha, azob-uqubat va tushkunligimni elib ketdi. Meni eng xo'shal ayolga aylantirdi. Mubada siz ümidsizlik patqiga patsangiz, uningdan hech nima o'rganolmaysiz. Balki menga xo'shallik topolmaysiz. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi. Duo qayg'u hasratni yo'qotadi. Mening bir taqvodor, ixlosmand do'stim bor edi. Uning ayoli rak kasaliga giribtor bo'lib qoldi. Ularning 3 bolasi bor edi. Bu uni ümidsizlikka mubtalo qildi. Go'yo dunyo qop-qorong'udek. Bir olim uningga tahajjud namozi o'qish, tong yurishdan burun duo qilib, Allohdan afv mag'firat tilash, ayoliga zamzam suvi ichkizish hamda ichishdan ilgari Qur'on o'qish taklifini beribdi. Shuning bilan u shu bo'yicha qilishni davomlashtirdi. Uning ayolimi Qur'on o'qishni boshladi. Bandatdan kun chiqqacha, shamdan xuftangacha ayoliga hamroh bo'lib, Allohdan afv mag'firat tiladi. Shunday qilib ayolining kesali saqaydi. Uning chash terlari burunqidanmi chiroyli bo'lib ketdi. Umi shuningdan boshlab butun vujudi bilan tavba istig'for, namoz ibodatiga berildi. Shon sharaf, shifolik berguchi, sog'lik ato qilguchi Allohga mansubdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uning tangdoshi yo'qdir. Hamshiram, mubada siz kasal bo'lib qolsangiz, Allohga, hammaga qodir Allohga sig'ining. Uningdan ko'plab afv tilang. Nola qiling, tavba qiling, xo'shal bo'ling. Chunki Alloh duoyingizni ijobat qiladi. Azobingizni yengillatadi. Ziyonliq narsalarni qo'g'laydi. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan. Uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etadigan. Va sizlarni zaminning o'rin bosar qilgan kim? O'tmishingizni va hoziringizni tekshiring. Chunki turmush o'zliksiz muvaffaqiyatni bayqaydigan tajriba. U mo'minlarga mehribondir. Ümidsizlik ve arsaldılıktan saqlaning. Bir ana bo'lib, uning yegona tuqqani o'g'li turmik kirib qapti. U kechalari yig'lab, ko'ziga uyqu kelmabdi.
Dərd biroq uni tamamen yeb ketibdi. Yig'lab ko'z yoshlari quribdi. Allah uni Allohga tayanmasdan kuch-quvvat, chora-tadbir yo'q deyishga yetaklabdi. U bu ulug' hamdu sanoni takror o'qibdi. Necha kundan keyin u balasining qo'yib berilishidan noumid bo'lib turganda, o'g'lining eshik qaqqan ovozini anglab intayin xursand bo'libdi. Mana bu Allohga ishonganning, nola qilganning, butun vujudi bilan tavakkul qilganning ajr mukofoti. Shunga doim Allohga tayanmasdan kuch-quvvat va chora-tadbir yo'q degan bu bir jumla so'zni esingizda tuting. U muvaffaqiyat va baxt saodatning siri. Buni ko'p o'qing. U rudubaydek chaplashib olgan azoblaringizni va andishingizni qo'g'laydi. Alloh pat arda sizga baxt va chiqish yo'li ato qiladi. Ishonchni yo'qotishdan, esankirashdan paxas bo'ling. Chunki qiyinchilikdan keyingisi osonlikdir. Bu nuqtada qilchi shak yo'q. Aktiv holda ulug' Allohga yuzlaning. Chin qalbingizdan uningga yo'lining. Uningdan bir chiqish yo'li berishni tilang ham sabrchanlik bilan kuting. Maslangizni boshqalar bilan paranglashadigan temaga aylantirib olmang. Bo'lmasa o'zingiz bilan baxt o'tirsiga bir to'siq solgan bo'lasiz. Parvardigoring haqiqatan afu qilg'uchidir.